Bu shitni ichidagi narsalar nima deb o'ylaysizlar o'rtoqlar? Bu yomg'irlatib sug'arishi miyasi bo'ladi. Xabaringlar bor, kechagina tayyor qilib yig'ib qo'ygan shitimizni. Xullas, tayyor holatda ko'rgan klientimizga yoqib qoldi. Xullas, shu holatda sotib oldik. Sizlarga ham qiziq bo'ladigan bo'lsa, sizlarga ham mana shunaqa holatda yig'ib beramiz. Aqlli sug'arish tizimi bo'ladi. Buni ichidagi narsalar nima? Keling, men sizga tushuntirib beraman. Birinchi o'chirda mana bu yerda частотник turibdi. Ya'ni invertor bo'ladi. Nasosimizga kerakli bosimni berib qo'yadigan bo'lsa, o'sha bosimda suvni bir xil me'yorda yetkazib berib turish uchun kerak bo'ladi bu invertor. Ya'ni o'rtoqlar, bitta dona springler ishlatayotgan bo'lsangiz deylik, bir dona. Agar bir dona ishlatayotgan bo'lsangiz, o'shanga mos ravishda suv beradi. Agar shu springlerdan 3 dona ishlatadigan bo'lsangiz, 3 donaga mos suv beradi. Ya'ni nasosda aylanish obroti bor, o'sha bir dona yoqiladigan bo'lsa, pastroq obrotda aylanadi, 3 dona yoqiladigan bo'lsa, kattaroq obrotida, balki maksimal obrotida aylanishi ham mumkin bo'ladi. O'sha narsani ta'minlab beradigan narsa mana mashi bo'ladi. Xo'p, undan keyingisi bu aqlli programmatorimiz, ya'ni masofadan yoqishimiz uchun ham yordam beradi internet orqali va xo'p, yana nima? Vaqtga qo'yib qo'yadigan bo'lsangiz, o'sha vaqtda o'zi bilib sug'arib qo'yish uchun ham yordam beradi. Xo'p, undan keyin klapanlarni boshqaradi. Xullas, bu apparatimizni o'ziga kerakli blok pnevmasini ishlatishimiz uchun rozetka va kerakli avtomatlarimizni, xullas, hamma narsani joylashtirib olamiz o'rtoqlar. Xullas, yig'ilish jarayonidamiz.